Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun savol-javob rubrikasining 4-soniga xush kelibsizlar. Biz imkon qadar berilgan savollarga javob berishga harakat qilamiz. Qani, ketdik. Yoshim 21 da. 3 yil oldin jag'im chiqib ketuvdi. Shu bilan haligacha qolib ketgan. Hozir pastki jag'im oldinga to'g'irlashning ilojisi bormi? Hozir pastki jag'ingizni oldinga chiqishi o'sha jag'ingiz bilan 3 yil oldingi hodisa bilan bog'liq bo'ladigan bo'lsa, unda sizda og'iz ochilib yopilishida qanaqadir muammolar bo'lishi kerak. Ya'ni har xil tovushlar eshitilishi mumkin yoki har xil qirsillashlar eshitilishi mumkin. Bu holat sizga diskomfort holatini olib kelishi mumkin. Buni albatta tekshirib ko'rish kerak. Agar bo'g'imni hisobiga pastki jag'ingiz oldinga chiqib ketgan bo'lsa, uni albatta imkon qadar orqaga qaytarish imkoniyati bo'ladi. Agar bo'g'ingiz joyida turgan holatda pastki jag'ingizda o'zini tanasi razmeri kattalashgan bo'lsa, o'sgan bo'lsa, uni ichkariga olib kirishning iloji yo'q. Uni faqat operatsiya yo'li yordamida amalga oshirsa bo'ladi. Keyingi savolimiz: yoshim 30 da. Operatsiyasiz breketlar bilan to'g'irlatsam bo'ladimi? Albatta, 30 yoshda ham, 40 yoshda ham, 50 yoshda ham breketlar qo'yib, tish qatorini to'g'irlash imkoni bor. Agar sizdagi muammo faqat tish qatorini o'zida bo'ladigan bo'lsa, buni albatta imkoni bor. Keyingi savolimiz: qizimning yoshi 15 da. 3 yildan beri tepa va pastki tishlarim plomba qilamiz. Plombasi tushib ketadi. Arzon plomba ham qo'ydirmaymiz. Har yili shu holat sababi nimadan bo'lishi mumkin deb aytilibdi. Shunaqa holatlar bo'ladi. Ba'zan kovaklari juda ham katta bo'lsa, unda plomba qo'yish imkoniyati yo'q, lekin o'sha holatda ham plomba qo'yilsa, plombalar tushib qolishi mumkin. Yoki qaysidir protokolga amal qilinmasa, qaysidir protokoli vrach tomonidan xatolikka yo'l qo'yilsa ham shu holat bo'lishi mumkin. Shu sababdan agar bunaqa holat kuzatilayotgan bo'lsa, unda sizga vrachingizni almashtirish yoki boshqa vrachga borishni tavsiya qilgan bo'lardim. Yoshim 31 da. Yuqori jag'im tepasi chiqib turadi. Nima qilsa bo'ladi? 31 yoshda bo'lsangiz, yuqori jag'ingiz anchagina oldinda bo'lsa, agar bu kalla suyaklariga nisbatan o'lchanadi rentgenda. Agar rostdan ham siz aytganda yuqori jag'im oldinda joylashgan bo'lsa, siz uni ichkariga kirgizish niyatingiz bo'lsa, unda ikkita yo'l bor. Birinchi yo'limiz bu jarrohlik yo'li yordamida yuqori jag' kesib orqaga tortiladi. Ikkinchi yo'li bu kamuflyaj deb ataladi. Bunda yuqoridan ikkita tishlarni olib turib, yuqoriga frontal tishlarni orqaga tortishimiz hisobiga tashqi ko'rinishingizni o'zgartirib berish mumkin bo'ladi. Keyingi savolimiz: breket yechilgandan keyin tishlar oldingi holatiga qaytmasligi uchun nima taqiladi va qancha vaqt turadi? Albatta, breket yechilgandan keyin biz breket yechganimizdan keyin tishlarning atrofidagi suyaklarimiz yumshoq holatda bo'ladi. Ularni qotishini kutishimiz kerak. Shu sababdan reteynerlarimiz bor. Reteynerlarimiz bu breket yechilgandan keyin tishlarning orqasiga o'rnatiladigan simlar. Reteynerlarning ikki xil turi bo'ladi: yechiladigan va yechilmaydigan. Mana shu reteynerlarimiz o'sha tishlarni shu holatda saqlab qolish uchun va shu holatda atrofidagi suyaklarning hosil bo'lishini qaytadan tiklab berish uchun yordam beradi. Shu sababdan breket yechilgandan keyin biz har doim reteynerlar o'rnatishga harakat qilamiz. U xoh yechiladigan bo'lsin, xoh yechilmaydigan bo'lsin, lekin maqsadi bitta, ya'ni tishlarni shu holatda saqlab qolish. Keyingi savolimiz: reteynerlar qancha vaqt turgani ma'qul deb savol berishibdi. Reteynerlar endi qilingan ishga qarab turib aniqlanadi. Men o'zimni shaxsan o'zimni praktikamdan kelib chiqib, yechilmaydigan reteynerlarimizni men 5 yil davomida qo'yishga harakat qilaman. Yechiladiganini 1 yil davomida qo'yiladi. Ikkalasini ham bir vaqtda qo'yaman. Ko'pincha agar imkoniyati bo'lsa, chunki maqsadimiz erishilgan rezultatdan ko'proq vaqt saqlab qolishdan iborat. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz: sizning manzilingiz qayerda joylashgan? Bizning manzilimiz Toshkent shahrida, Eski Toshmi, oldingi nomi Eski Toshmi, hozirgi kunda Toshkent davlat stomatologiya institutida joylashgan. Ortodontiya kafedrasida ishlayman. Keyingi savolga o'tamiz. Pastki jag'imda muammo bor. Og'zimni ochganimda qirsillaydi. Tishimda breketim bor. Hozirda jag'imning og'rig'iga borgan sari kuchayyapti. Nima qilsam bo'ladi? Qanday maslahat berasiz? Breket taqilgan paytda tishlarning joylashuv joyi o'zgaradi. Shu sababdan har xil bo'g'imda og'riqlar, tovushlar chiqishi mumkin. Bu narsa sekin-sekin tishlaringiz to'g'irlanishi bilan qoladi va normal holatiga keladi. Keyingi savolga o'tamiz. Doktor, meni o'g'lim 7 yoshda, tishini barchasi karies. Nima ular tushib chiqadimi deb yozibdilar. Albatta, 7 yoshda deyarli orqadagi 6-tishdan tashqari deyarli hammasi sut tishi bo'ladi. Agar oldidagi tishlari tushmagan bo'lsa,
Ba'zi bir sut tishlari 10 yoshgacha turishi kerak bo'ladi. Shu sababdan agar 7 yoshda karies bo'lgan bo'lsa, ular 10 yoshgacha yetib bormaydi. Shu sababdan ularni davolatib, imkon qadar uzoq muddat xizmat qilish uchun davolatganingiz ma'qul bo'ladi. Keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, keyingi savolimiz breketlar yuz asimetriyasini to'g'irlashi mumkinmi? Breketlar asosan tishlar bilan shug'ullanadi, tishlarni holatini o'zgartirishga yordam beradi. Asimetriyaning ham ikki xil turi bor. Birinchi turi bu o'sha jag'larni razmerini har xil o'sishni hisobiga bo'lishi mumkin. Mana shu holatda pastki jag'imizni o'ng tomoni ko'proq, chap tomoni kamroq o'sgan bo'lsa, bizda asimetriya kelib chiqadi. Mana shu holatlarda biz uni breket yordamida to'g'irlab bera olmaymiz, sababi jag'ning razmeri ikki xil holatda joylashgan. Agar bizda pastki jag'imiz razmeri ikkala tomoni ham bir xil holatda bo'lsa, lekin jag'imiz o'ngga yoki chapga surilgan bo'lsa, ko'pincha bu tishlarning qiyshiqligini hisobiga bo'lishi mumkin. Agar faqat mana shu tish alveolar o'simta sohasida bo'ladigan bo'lsa, uni breketlar yordamida to'g'irlash imkoniyati bor. Agar u narsa yuqori qismida, ya'ni ko'z kosasida, yuqori jag'ni butun tanasida, yana sohalarida kuzatiladigan bo'lsa, bunaqa holatlarda biz breket bilan yordam bera olmaymiz. Keyingi savolga o'tamiz. Eyelinerlarning breketdan nima farqi bor? Qay biri yaxshi? Eyelinerlarimiz bitta yaxshi tomoni, bu eng yaxshi tomoni ko'rinmasligi, shaffofligi, ya'ni uni og'iz bo'shlig'ida bor yoki yo'qligini bilinmaydi. Ikkinchi tomoni, yaxshi tomoni yechilishida, yechiladi. Uni xohlagan paytda yechib, tishlarni tozalash yoki o'zingizga ma'qul bo'lgan ovqatlarni iste'mol qilishingiz mumkin va ovqatlardan keyin tishlarni tozalab bo'lganingizdan so'ng yana taqib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Breketlar bilan ishlagan paytingiz siz o'zingizda vrachning fantaziyasiga ko'p narsa bog'liq bo'ladi. Vrach o'zi xohlagan narsalarni amalda tishni to'g'irlash davomida amalga oshirsa bo'ladi. Shu sabab bilan vrachlarga ko'pincha breket bilan ishlash qulayroq. To'g'ri, o'ziga yarasha kamchiliklari bor, lekin qarorni vrach qabul qiladi breketlar bilan ishlaganda. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi savolimiz: tishimni bir-biriga bosib yuraman, shunda jag'im og'rib tortishadi. Doktor maslahat bering iltimos deb yozibdilar. Tishni bir-biriga qattiq bosib yurishni bir sabablaridan biri bu qayerdadir muammo bor. Ya'ni o'sha muammoni hisobiga muskullarimiz, chayna mushaklarimiz tonusda doim. Bu muammoni bartaraf qilish kerak. Oldin u muammo qayerdaligini bilishimiz kerak. Balki tishlarda qayerdadir noto'g'ri qo'yilgan plombalar yoki balandroq bo'lib qo'ygan plombalar bo'lishi mumkin, yoki qayerdadir noto'g'ri qo'yilgan yoki balandroq bo'lib qo'yilgan koronkalar mavjud bo'lishi mumkin, yoki qaysidir tishlaringiz olingandir, o'shani hisobiga qaysidir tishlaringiz surilgan. Shu sababdan oldin birinchi tekshiruvdan o'tib turib, uni sababini aniqlab, undan keyin unga yechim topish kerak. Bugungi savol-javob rubrikamiz shulardan iborat edi. Yana shunga o'xshagan qiziqarli savollar bo'lsa, imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsanglar, imkon qadar javob beramiz. Keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr.